Assalomu alaykum. Bugungi mavzu sizlar bilan ko'pchilikni qiynayotgan va ko'pchilik tushunmayotgan Gemini Pro obunasini mobil telefon orqali osongina olishni ko'rsatib o'taman. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda bizga Play Marketdan Amerika VPNni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, Play Marketga kiramiz va yuqoriga qidiruvga VPN USA deb qidiruvga beramiz va bizga ko'rinib turibdi, mana USA VPN chiqdi. Endi bu dasturni o'rnatib olamiz. Men oldin o'rnatib qo'yganman. Ochish qilamiz. Demak, hozir dastur ishga tushib turibdi. Endi qaytadan dasturni ishga tushiramiz. Demak, VPNimiz bizda ulandi. Keyingi navbatda endi Google Chrome dasturiga kiramiz. Google Chrome dasturiga kirib, yuqoridan qidiruv beramiz. Google Student. Endi birinchidagi sahifaga kiramiz. Get offer. 12 oy davomida $0 evaziga foydalaning Gemini Pro obunasi uchun. Agar sizlarda qanaqadir muammo bo'lishi mumkin, eski Google akkauntdan foydalangan paytingizda bu obuna siz uchun mavjud emas yoki boshqa bir obuna turidan foydalaning deydigan bo'lsa, yangi Google Play Market akkaunt ochishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi tasdiqlash uchun havolani manzilini nusxalab olamiz. Ustiga bosib turish orqali havola manzilini nusxalab olamiz. Ustiga bosib kirib yuboramiz. Endi keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapda biz Telegram orqali mana bu yuqorida turgan botga kiramiz. Bu botdan men 4 marta ushbu obunani oldim. Hech qanaqa pul to'lamaysiz, faqat do'stingizni taklif qilish orqali foydalanishingiz mumkin. Demak, qayta start bosamiz. Ko'rib turibsizlar, yuqorida balans qismida 1 balansimiz bor. Buni xarid qilish uchun bizga bir balans kerak bo'ladi. Har bitta taklif qilgan odamingiz uchun 0 dan beradi. Demak, 10 ta odam taklif qilish orqali siz bu obunani bepul foydalanishingiz mumkin. Xo'p, demak, endi boya kopirovat qilgan havolani ushbu botga jo'natamiz. Invalid card code deyapti. Agar shunaqangi xatolik chiqadigan bo'lsa, sahifaga qaytib kiramizda sahifani hurmatli yangilab olamiz. Agar tarjima yoniq bo'lgan bo'lsa, tarjimani o'chirib qo'yganlar ham yaxshi. Bekor qilamiz. Hop, havola manzilini qayta nusxalab botga qaytadan jo'natamiz. Hop, proses ketdi. Jarayonni kutamiz va botdan javob kelishini ham kutamiz. Demak, bot bizga tasdiqlaganini ko'rsatyapti. Endi havolaga qaytib kiramiz va tasdiqlashni bosamiz. Hop, mana tayyor. Siz tasdiqlandingiz. Endi foydalanishga o'tamiz. Hop. Bu etapda biz karta qo'shishimiz kerak bo'ladi. O'zingizda mavjud bo'lgan Visa kartalardan foydalanishingiz mumkin. Hop, karta ma'lumotlarini kiritib olaman. Hop, demak, karta ma'lumotlarini kiritib oldik. Endi saqlashni bosamiz. Obunani tasdiqlaymiz. Mana do'stlar, obunamiz muvaffaqiyatli ulandi. Endi bir marta bosish orqali biz mana Gemini ilovasi tomon yo'naltiriladi. Bizga demak bir nechta qulay imkoniyatlardan foydalanish uchun imtiyozlar berildi. Eng kuchli modellarimiz premium funksiyalari 2 terabayt xotira berildi.
Ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz agar, iloji boricha tezroq harakat qiling. Nimagaki, ushbu obunadan foydalanish uchun kompaniya tomonidan 31-yanvar sanasiga qadar Google student, ya'ni talabalar uchun ushbu imkoniyatdan foydalanish vaqti tugaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, bizni kuzatib boraturgan barcha obunachilarimiz kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan keyin yana foydaliroq kontentlar xudo xolasa yuklanish niyatidamiz. Sizlar bizni qo'llab tursanglar, bundan ham yaxshi kontentlar qilishga harakat qilamiz. Foydali bo'lishiga barchaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.